Aholi muammolarini o'rganish va ularga joyida yechim topish maqsadida Nurafshon shahar xalq qabulxonasi tashabbusi bilan shahar hokimligi hamda korxona tashkilotlar rahbarlari ishtirokida sayyor qabul tashkil etildi. Hozir shu haqda. Sayyor qabul Nurafshon shahrining taraqqiyot va yuksalish mahallalarida istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun tashkil etildi. Qabulda shahar hokimi, prokuratura, ichki ishlar, adliya bo'limi va boshqa idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Jarayonda 30 nafardan ziyod aholi qatnashdi. Fuqarolarning turli yo'nalishlardagi muammolari tinglanib, ijtimoiy huquqiy maslahatlar bo'yicha tegishli idora va mutasaddilarga aniq vazifalar yuklatildi. E'tiborlisi, murojaatlarning aksariyatiga joyida yechim topildi. Men shaxsan o'zi dom bo'yicha bitta muammo bilan kelgandim. Yarim yil avval biz bitta BSKdan boshqa BSKga o'tmoqchi edik. Internetga ulanish muammosi bo'luvdi. Hokimimiz murojaatimni o'rganib chiqib, joyida vazirlikka telefon qilib, o'sha muammoni hal berdi bizga. Juda minnatdormiz shu. Shu sayyor qabullar ko'proq bo'lsa, biz ham muammomizni harakat qilamiz, shu joyda yechimini topishga. Bizning murojaatimiz bor edi BSK xodimlariga. Sababi 3 yildan beri podvalimizga suv toshib yotadi. Podyezdlar ta'mir talab edi. Biz bu muammo bilan, masala bilan ko'p marotaba BSK xodimlariga murojaat qilgan edik. Amaliy yordam berishmagan edi. Bugun sayyor qabulda hokimga shu mavzuni etdik. Ular BSK xodimlari bilan gaplashib, amaliy yordam berishini etdilar. Sayyor qabul doirasida tibbiy ko'rik ham tashkil etildi. Shahar tibbiyot birlashmasi shifokor va hamshiralar tomonidan 17 nafar fuqaro ko'rikdan o'tkazildi. Ulardan 2 nafariga davolanish uchun yo'llanma berildi. 25-yilning 1-chorak davomida Nurafshon shahar aholisidan 610 ta murojaatlar kelib tushgan. Shu murojaatlarning 178 tasi ijobiy hal qilingan, bu 38% tashkil qiladi. Hozirgi kunga qaraydigan bo'lsak, murojaatlarimiz ijobiy hal qilish foizi 41% ga yaqinlashib qoldi. Bu albatta shahardagi xalq qabulxonasi, shahar hokimligi va korxona tashkilot rahbarlari va mas'ul xodimlarini o'sha fuqarolar murojaatlarini ijobiy hal qilishga ko'rayotgan sa'y-harakatlar natijasida erishilmoqda. Sayyor qabuldan so'ng xalq qabulxonasi va mas'ullar Nurafshon mahalla fuqarolar yig'inidagi Alisher Navoiy ko'chasi 19, 21 va 21A uylar hududida ichimlik suvi tarmog'idagi nosozlikni o'rganish uchun joyga chiqdi. Shuningdek, Yashil makon dasturi doirasida Nurafshon shahar xalq qabulxonasi tomonidan Degantepa mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 2 fuqaroning tomorqalariga 200 tub mevali va 100 tub manzarali daraxt ekib berildi. Ko'chatlar parvarishi va foydalanish huquqi ushbu fuqarolarga topshirildi.